Changan avtosalonimizdagi avtomobillar bilan sizlarni birma-ketdan tanishtirib o'taman. Changan 05 S05 avtomobilimiz elektr holatda 215 km masofani bosib o'tadi, gibrid holatda 1200 km masofani bosib o'tadi. Narxi 24 ming, yili 2026-yil. Bu mokrisi oq ranglilari sotuvda tayyor. Kelsanglar nalichada sirasi ishlar xudo xolasa bir kunda har bo'ladi. Narxi 24 ming aytib o'tdim. Ha. Bu ham Changan 05, Changan Depal S07 2025-yili ishlab chiqarilgan 215 Max 215 km bu ham tokda gibrid holatda 1200 km yuradi. Mokriga oranjiy rangligi narxi 25.900 dollardan kelsanglar nalichada tayyor turibdi. Endi Changan Depal S03 fullini so'rayotganlar uchun full variantini olib kelib qo'ydik. Yili yilini ham ko'rib qo'yaman buni. Yili 2025-yil sotuvda tayyor. Bu 165 km tokda yuradigani, ya'ni tokda polni 165 km, 200 km deydigan full varianti, head-up displeysi bor. Fulli. Narxi 23.700 dollar. Kelsanglar ustida barakasiga kelishadigan joy bor. Nalichada tayyor. Mokriga ichi oranjiy qora kombinatsiya aralashmasi qilingan sportivniy varianti.